Assalomu alaykum akalar, ukalar, biznesga qiziqadigan akalar. Judayam ehtiyot bo'linglar. Hozir men sizlarga bir video qilayotgandim. Video qilishim sababi moshennik brokerlar bor. Mana o'shalardan bittasi. Bunaqa brokerlar judayam ko'p. Moshennik hech qanaqa bozorga olib chiqmaydi. Bu trading emas bu. Hech qanaqa bozorga olib chiqmaydi. Mana bittasi Capital Brain. Bunga o'xshagan moshenniklar juda ko'p. O'zlari telefon qilib sizlarga shunaqa trading sohasi bor, birjaga savdo qilasizmi deb taklif qilsa birdan rad qilinglar. Bular chunki moshennik. Pulingizni olishni xohlaydi xolos. Bular bozorga olib chiqa olmaydi. Sizlarni bozorga olib chiqa olmaydi. Bular litsenziyasi ham yo'q buni. Mana biz savdo qildik 1 oy ichida mana $105,293 hisobimga pul tushyapti. Bu bunaqa pul agar ishlaganda bular sizlarni birinchidan taklif ham qilmagan bo'lardi o'zlari. Mana istoriyaga kiramiz. Pul yechmoqchi bo'ldim. Mana $10,000 yechmoqchi bo'ldim, $100 yechmoqchi bo'ldim birinchi islo kuni. Pul kelmadi. Undan oldingi istoriyalarni ko'ramiz mana. Birinchi bular telefon qilgan vaqtidan boshlab ko'ramiz. Ular menga telefon qilib mana 2-aprel kuni telefon qildida shunaqa birjaga savdo bor, trading sohasi, zo'r pul ishlaysiz deb aldab $50 hisobingizga tashab beramiz. Savdo qilib ko'rasiz. Agar savdo ma'qul bo'lsa ishlaymiz birga. Agar ma'qul bo'lmasa ketaverasiz. Shart emas dedi. Xo'p dedim, $50 tashladik, 2 kunda $10 ishladim. Aytdim, kichkina pul bu, kattaroq pul bo'lsa, kattaroq ko'p summa ishlaysiz dedi. Xo'p deb qiziqib men $50 tashladim. Mayli, agar riskovat qilsa $50 unchalik katta summa emas. Agar yo'qotsam ham $50 ketsa ketsin deb $50 tashladimda savdo qildim. Bular mana escrow account, bular pulini yechib ketdi o'sha kuni. Tashlagandan keyin $50 bular yechib ketdi. Keyin savdo qildim. 3 kundan keyin mana $10 yechib ko'rdim. Yechib ko'rdim, tushdi kartamga. Keyin yana mana hech qancha o'tmay yana $5 yechib ko'rdim, yana tushdi. Bular aytdi, pul tushyaptimi? Ha, tushyapti dedim. Keling dedi, kattaroq savdo qilaylik. Ko'proq pul tashlang, ko'proq savdo bo'ladi, ko'proq pul yechib olasiz dedi. Keyin $450 tashladim o'sha kuni. $450 tashladim, $392 kelib tushgan. Keyin bir kun savdo qildik. Mana 14 ga tashlaganimdan 15 kuni $68 yechdim, pul tushdi. Mayda pullarni tushirib, boshda berib aldaydi bular. Bularga umuman ishonmanglar. Bular hammasi yolg'on, laxatron. Keyin 18-islo kuni mana $472, $261 tashladim. 2 oy bo'lib turib $734 bo'ladi. Aslida $800 tashlaganman o'sha kuni. Mana shunaqa pul tushgan. Bular ham keyin $734 tashlab, biz ham sizga yordam qilamiz. $734 men ham tashlab beraman. Hisobimizda ko'proq pul bo'ladi, $2000 pul bo'ladi. Keyin savdo qilamiz, yaxshi bo'ladi. Kuniga hech bo'lmasa $100, $200 pul ishlaysiz dedi-da, tashladi. Keyin savdo qildik, savdomiz yaxshi. O'sha kunning o'ziyoq $800 pul tushyapti bir kunda. Aytdim, keyin qiziqdim. Bu $800 bir kunda ishlayapmiz deb hayron bo'lib qo'ydim o'zi. Keyin $14 yechib ko'rdim, tushdi $14. Keyin o'sha kuniyoq boshqasi telefon qilib, bular gruppada 5-6 kishidan iborat gruppa. Bittasi telefon qilib aytayapti menga, $8000 hisobingizga o'tkazib beramiz, foydalanasiz. 3 kundan keyin yechib olamiz bu pulni. Yechamiz. Hisobingiz ko'tariladi, normalniy bo'ladi. Keyin savdongiz yaxshi bo'ladi dedi. Men xursand bo'ldim, bo'ldi tashlanglar dedim 8000. Tashlaganimizdan keyin bu hisobingiz zamorozka qilingan, 8000 tashlagandan hech kim yechib ola olmaydi bu pulni. Siz bu pul tashlab bermasangiz bo'lmaydi degan uchun keyin men qidirib o'rtoqlarimdan so'rab, u yoqdan bu yoqdan bir amallab $8000 tashlab olib topib tashlaganman mana. 704, 47, 452, 1739 mana 2567 hammasi bu 8000 dan oshdi. Bular 8000 yechib ketdi. 8000 yechib ketgandan keyin o'sha kuni men ko'proq pul yechishim kerak, endi $100 tashlab ko'ring dedi. Keyin kattaroq summa yechasiz dedi. Xo'p dedim, $100 dan yechdim. Где-то $85 dan tushdi kartamga. Mayli dedim, tushdi shu pul. Keyin o'sha kuni pul yechaman degan kunim bular kattaroq o'yinni boshladi endi men bilan. Keyin сделка ochdik. Сделка ochganimizdan keyin сделкamiz сразу pastga qarab tushib ketdi. $30,000, $40,000 qarzga qarab kirib ketyapti.
Keyin telefon qildida menga o'zlari yana boshqasi birov telefon qildi, sizni hisobingiz tushib ketyapti, tezda murojaat qiling analitikka, buni qutqarishingiz kerak, tezlashtirishingiz kerak, bo'lmasa hozir qarzga kirib ketasiz deb shoshiltirib ularga telefon qildim. Telefon qildirtirdi menga. Telefon qildim, ular bilan gaplashdim, analitik bilan. U ko'rdida keyin tez qarz olish kerak dedi. Yoki kartangizda bo'lsa pul tashlang dedi. Men kartamda yo'q dedim. Bo'lmasa qarz oling dedi. Escrow account $19,000 menga qarz beryapti. Tipa qarz beryapti. Yoki bu narsa aslida hech qanaqa qarz emas, hech bo'lolmas. Bu shunchaki raqamdan boshqa narsa emas. Tashlab beryapti menga. O'sha kun yana pulim endi zamorozka qilib qo'ydi yana. Srazi o'zi 8 mingdan chiqib men pul zamorozka bo'lgandi, o'shandan chiqib yechib olaman degan maqsadda yechib olyapman. O'sha kun yana meni zamorozka tiqib qo'yapti ular hisobimda. Aslida bular pul berish maqsadi yo'q. Shuning uchun bulardan ehtiyot bo'linglar. Hozir sizlarga anonsini ko'rsataman. Kompaniya qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizlarga silka tashlab o'shanga registratsiya qilasizlar. O'sha orqali o'tasizlar. Keyin pul ishlaymiz desa, birdaniga javob bering, отказ qilib yuboringlar. Bular hammasi moshenniklar. Faqat pulingizni yechib olishda bo'ladi xolos. Настройка programmasi haqida ko'rsataman. Yana islomskiy счет deb qo'yibdi. Islomskiy account перевод qilsak, islomskiy счет deb qo'yibdi. Yana bular halal, bular bu deb sizlarni aldaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa moshenniklar pullaringizni o'g'irlab ketmoqchi bo'lib, sizlarni aldab, mana shuni olib kiradi. Hisobingizga pul tushirasiz deb aldab, o'zlarining kartasiga tashlab oladi. Bular hammasi bular litsenziyasi yo'q. Men tekshirib ko'rdim. Keyin faqat o'sha vaqtda tekshirganimda, o'sha vaqtda bular o'zi bilan tekshirganimda litsenziyasi bor deb ko'rsatgandi. Internetdan, YouTubedan qidirdim, topolmadim. Bironta bular haqida yomonroq ma'lumot topolmadim. Agar topganimda men kirmagan bo'lardim. $12,000 ga tushmagan bo'lardim. Men hozir $12,000 ga pulga tushganman. Shuning uchun akalar, ukalar, sizlardan iltimos, bular bilan aloqa qilmanglar. Telefon qilsa birdan отказ qilib yuboringlar.